Organizmda sodir bo'layotgan jarayonlarning barchasi qonning sifati va tarkibiga bog'liq. Tarkibning buzilishiga esa tartibsizlik sabab bo'ladi albatta. Qon quyuqlashishi, oksidlanishi, unda yomon xolesterin miqdori oshishi nafaqat yurak, balki jigar, buyraklar va miya, shuningdek boshqa hayot uchun muhim bo'lgan a'zolarni jiddiy salbiy o'zgarishlarga olib keladi. Qon quyuqlashishi, charchoq, uyquchanlik, bosh og'rishi, surunkali charchoq, e'tiborning kamayishi, depressiv holatlar, qandli diabet, qon bosimi ortishi, og'iz qurishi, qo'l-oyoqlarning doimiy sovuq holda yurishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar qon quyuqlashishi muammosi bartaraf etilmasa, turli jiddiy va o'ta xavfli kasalliklar rivojlanishiga olib keladi. Qonimiz quyuqlashib, protrombiya indekslarimiz o'zgarib ketaversa, bilamizki, o'sha yomon xolesterin tomirlarimizda bilyashkalar hosil qilib, o'sha bilyashkalar tufayli har xil mana shunaqa nojo'ya asoratlar kelib chiqadi. Masalan, miokard infarkti, tromboflebit, insult, oyoq venalarining varikoz kengayishi, stenokardiya, ateroskleroz, qon bosimining oshishi, vegeta-tomirli distoniya va boshqalar. O'shalarni oldini olish uchun mana yoshi 40 dan o'tgan odamlar aytgan bo'lardimki, doimiy ravishda agar iste'mol qilinsa, mana shu narsani bu fanda isbot qilib berildi. 70% gacha holatlarni oldini olib, yengillashtirib beradigan. Men uyimda kelinlarimda sinab ko'rdim, o'g'illarimda sinab ko'rdim. O'zingiz yaqinlaringizga ham tatbiq qildingiz bu narsani? Bizning uyda restorator doim bor. Normal holatda har qanday odam qonining 90% dan ko'prog'i suvdan iborat ekani ma'lum. Agar kishi muntazam ravishda gazlangan, xlorlangan yoki doimiy ifloslangan suv iste'mol qiladigan bo'lsa, organizm bunday suyuqlikni tozalash uchun ko'proq energiya sarflaydi. Bu esa qon sifatidagi jiddiy buzilishlarga olib kelishi mumkin. Shu kabi holatlar qayd etilmasligi, qonning doimiy me'yorda suyuq bo'lishi bugun tashlanayotgan qadamlarga bog'liq. Wellner salomatlik markazi resveratrolni tavsiya etadi. U nafaqat yurak qon tomir, gipertoniya, qon bosimining yuqoriligi, shuningdek, qon quyuqligida ham sizga samarali yordamchi bo'lishi mumkin. Hoziroq buyurtma bering. Mutaxassis konsultatsiyasi va yetkazib berish bepul.